Taqvo haqida so'z borganda Hazrat Umar ibn Hattob radhiyallohu ta'ala anhuning so'zlarini keltiradilar. Taqvo haqida so'ralganlarida taqvoga shunday ta'rif bergan ekanlar. Bamisoli bir sahrodasiz. Yo'lingizda bir tikonzor bor. Ana shu tikonzordan siz qanday o'tasiz? Poychalaringizni shimarib, kiyimingizga, badaningizga tikan sanchilib qolmasligini ehtiyotini qilib o'tasiz. Shunaqa sergaylik bilan o'tasiz. Taqvo shundayki, bu hayotdagi inson hayot yo'lida gunohlardan bamisoli tikandan qanday ehtiyot bo'lib o'tsa, xuddi shu tarzda o'tishligi mana shu taqvo dedilar. Ramziy ma'noda o'sha gunohlarni tikonga o'xshatib insonlarga taqvo to'g'risida shunday ta'rifni berib tushuntirib qo'yaptilarki, bamisoli inson tikondan qanday o'zini ehtiyot qilsa, gunohdan o'zini shunday ehtiyot qilishligi kerak. Tikon insonni jasadiga jarohat yetkazsa, gunohlar uni ma'naviyatiga jarohat yetkazadi. Ma'naviy majruh bo'lgan inson ma'naviy halokatga uchraydi. Mana shuni e'tiboridan Hazrat Umar ibn Hattob radhiyallohu ta'ala anhu taqvoga shunday ta'rif bergan ekanlar.